15 kelganlar bilan keyingi kelganlar o'rtasidagi kelishlikdagi maqsadlar o'zgargan. Ko'proq mablag'ga qadalgan. Undan oldin kelganlar ozchilik bo'lgan, lekin sifatli. Koreyslardagi munosabatlari shunday holatlar bo'lganki, jamoat joylarida yoki avtobuslarda ularni bizga nisbatan qarashlari yoki reaksiyalari yoki o'zini tortishlari, uzoq qilishlari nafsiyatga tegadiganmi? O'qish tashlagansiz, to'g'rimi? Nima sabablar bo'lgan aka? Birorta qiynalganmisiz, oilaviy tarafdan yoki birorta boshqa stress bo'lganmi? Nima sabab bo'lgan aka? Ko'proq pul topishlikda bir kunda $100 pul berar ekan degan narsa bu qanday desam bo'ladi? Masalan, ba'zi bir joylarda $300 yoki $400 oylik bo'lgan O'zbekistonda biz bu narsani bir hafta topib qo'yayotganligimiz uchun pul topishga nisbatan qiziqish o'tib ketgan. Eng og'ir mehnat qilganingiz nima bo'ldi aka? Tarvuzmi, qovunmi? Tarvuz, eng og'iri tarvuz bo'lgan. Iltanga qanaqa aka uni? Qiziqib ketyapti o'zim. O'zi ko'pchilikni qiziqtiradigan ham shu, chunki mana akalar eng qimmat Koreyadagi iltang bo'lsa kerak, menimcha. Undan qimmatlari yo'q. Undan qimmatlari ham bor. Ko'chada yursangiz, militsiyani ko'rib qolsangiz qanaqadir qo'rquvmi? Kundalik hayotingiz qanaqa o'zgardi aka? Militsiyalar qayerda turibdi? Qayerda kelyapti? Yetavermasdim. Maqomingiz o'zgargandan keyin ko'z skaner qilish boshlar ekan o'zi ko'chada. Aka, ko'chada ishlab har ish qilib ko'rganman deyapsiz, to'g'rimi? Og'ir ham ish bo'lgan, yengil ham ish bo'lgan. Realmi aka shu 6000 topish Koreyada? $5000 90% real narsa emas. Ertak. Boshqa holatda faqat pul uchun kelishadi. Bizda asosiy maqsad shunday konsultinglar ham qaysi universitetda yaxshi izlayapti, qanday tezroq borsam bo'ladi Koreyaga. O'rganish kerak, qiziqqan yo'nalish bo'yicha. Agar qiziqqan fakulteti Koreyada bo'lmasa, Koreyaga kelmaslik kerak. Assalomu alaykum. Bu 1 kilo choy podkasti va sizlar bilan Kamina Kamtarin, Abdullayev, Ravshan. Bu yerda biz Koreyada o'z yo'lini izlayotgan yoki topayotgan yurtdoshlarimizni hayoti, orzulari va sinovlari haqida suhbatlashamiz. Har bir epizod bu haqiqiy tarix va o'ziga xos tajriba va bugungi bizning mehmonimiz Fathiddin aka. Fathiddin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Qalaysiz aka? Rahmat, Allohga shukr. Nima deydi? Qiynalmadingizmi bu yerga kelguncha? Yo'q, hammasi yaxshi. Koreya hayoti. Tushunarli aka. Bizning podkastimizning nomi 1 kilo choy aka. Keling, men sizga bitta choy qo'yib beraman. Keyin choy qo'yib berganimdan keyin nimaga biz 1 kilo choy deb qo'yganimizni aytib beraman aka. Nom o'zi qiziqtirdi. O'ylandim nimaga bunday bo'layotgan. Choyni oling, choydan. Aytishadi bizda choydan oling deb. Xullas, biz 1 kilo choy deb qo'yganimiz sababi biz o'zi Lime kanalimiz bor. Ochganimizga 3 yil bo'ldi, lekin menimcha video 2 ta 3 ta chiqardik. Bir xil videolar chiqardik, olib tashladik, shuna bo'ldi. Va shu Azimjon bilan birgalikda 1 kilo choy podkast olamiz dedik va 1 kilo choy oldik. Rostdan ham 1 kilo choy olib, buni sababi shu 1 kilo choyni ichib yo'qotganimizga shu podkastni olamiz dedik. Чтобы give up bo'lmasin oxirigacha до конца. Shu 10 ta odam bo'ladimi, 20 ta odam bo'ladimi, 30 ta odam bo'ladimi, shu choyni ichib o'rgangacha biz podkast olamiz. Manfaatli videolar bo'lsin. Rahmat aka, shu sabab bilan 1 kilo choy degan nom qo'ydik. Tushunarli. O'zingizlar uchun qandaydir motivatsiya tugatmaslik uchun, give up qilmaslik uchun. Aka. Manfaatli videolar bo'lishini tilayman. Rahmat aka. Endi birinchi savolimiz, hamma Koreyada yuribdi. Men ham siz, men ham Koreyaga kelganingiz sababi nima bo'lgan aka? Qanaqa qilib Koreyaga kelib qolgansiz? O'zi asli universitetda O'zbekistonda bitirayotgan paytimda Koreya meni planlarim ichida umuman yo'q edi. Koreya planlarim ichida bo'lmagan. Meni asosiy planim Britaniyaga ketish, United Kingdomga ketish bo'lgan. Chunki shunga yarasha ingliz tilini ham zo'r o'rgangansiz. Shunday, ingliz tilini 7-sinfligimda o'rganishni boshlaganman. To'liq o'rganishni boshlaganim shu universitetga kirishimdan oldin ozgina 1-2 yil to'liq o'rganishni boshlaganman, grammatikalarni oxirigacha o'rganib, ungacha bo'lgan davrda ozgina o'rganib, tashlab qo'yib, shunday holat bo'lgan. Asosiy maqsadim ingliz tilini tayyorlayotgan paytimda speaking yoki readingni oshirishlik uchun Extra degan kino bo'lar edi. Britaniyaliklar, Britaniya aksentida olingan kino. Ko'rmaganman. Shu kinoda ko'rib turib, ketish ishtiyoq shunda paydo bo'lgan. Universitetda O'zbekistonda xorijiy tillar fakultetini yo'nalishini tanlashning asosiy sababi ham shu bo'lgan. Chiqib ketish maqsad bo'lgan, lekin 18-yilda bizga hali Yevropaga chiqish,
Britaniyaga bo'lgan vizasini olishlik ehtimoli juda past edi. U paytlarda biz bitirgan paytimizda 18 bitirgan bo'lsak, Yaponiya bilan Koreya ketish imkoniyati ko'proq. Eng top Trend paytlar bo'lgan. Yaponiya boshlangan, keyin Koreya boshlangan. Shundan keyin qiziqishim meni yonimdagi ikkita oshnam ketgandan keyin bo'lgan. Boshida shular bilan harakat qilganman topshirishga. Hozirgi o'qigan, bitirgan universitetimni topshirganman. Birinchisida bizni qabul qilishmagan. Lekin ikkita sherigim qabul qilishgan. Ketgan. Uni ketganini ko'rganimdan keyin qandaydir umid paydo bo'lgan. Ungacha qilayotgan ishlarim qandaydir Avvaldan bora olaman ekan. Shunday besamar tuyulgan. Qilayotgan ishlarim bo'lmaydi, ro'yobga chiqmaydigandek tuyulgan. Ikkita sherigim ketgandan keyin demak qilsa bo'lar ekan degan narsada meni ham qo'limdan kelar ekan. Shunday. O'zimga nisbatan ishonch bo'lgan. Asosiy kamchiliklarni ko'rib chiqqanman. Qayerda xato qildim? Qayerda yutqizdim? Shu qilgan xatolarimni takrorlamaslikka harakat qilib boshladim. Undan keyin 6 oydan keyin Koreyaga vizasini olib kirganmiz. O'zim bilan bitta sherigim olib kirganman. Shu bilan Koreya hayotimiz boshlangan. Aslida Koreya madaniyati haqida, Koreyani o'zi haqida umuman tushuncham bo'lmagan. Demak, o'rtog'im birinchi ketgan. Siz holatingizda, demak Koreya degan davlatdan bor ekan. Koreya degan davlatni bilgansiz borligini, lekin o'rtoqlaringiz ketgandan keyin demak, shunday. Koreyaga borsa bo'lar ekan, meni ham qo'limdan keladi deb kelgansiz, to'g'rimi? Shunday. Asosan shunday. Ikkita sherigim ketgandan keyin bu narsa realligini, ya'ni ketish mumkinligini, shundan keyin asosiy qiziqish uyg'onib turib, shundan keyin hozir lekin rostdan ham 2018-yil juda ham trend bo'lgan. Biz 2015-yil Koreya birinchi kelganimizda, unda O'zbekistondan kelganlar bizning universitetimizda umuman yo'q edi. Bitta aka bor edi, Kamol aka degan aka. Shu biz 4 kishi bo'lib kelganmiz. Lekin shu siz aytayotgan 2017, 2018, 2019lar menimcha hozir ham juda ham trendda bo'lsa kerak Koreyaga kelish. Shunday, lekin 15 kelganlar bilan keyingi kelganlarning o'rtasidagi kelishlikdagi maqsadlar o'zgargan. Meni bilishim bo'yicha maqsadlar o'zgargan. Chunki keyin kelishlar ko'proq mablag'ga qadalgan. O'qishga emas, mablag'ga. O'qishga emas, mablag'ga. Undan oldin kelganlar ozchilik bo'lgan, lekin sifatlik, yo'nalishni tanlashni bilishgan, kelajagini ko'rib, shunga harakat qilishgan. Bundan keyingi kelganlar o'sha trendga chiqqandan keyin asosan ishchi vizadan tashqari o'qish viza bilan kelib pul topsa bo'lar ekan degan maqsadda ko'p trendga chiqib ketdi. Balkim. Sifat tushib ham ketdi shu holatda menimcha. Men shunday deb bilaman, chunki o'zim 19 kelgan bo'lsam, shundan beri ko'rayotgan bo'lsam, bizdan oldin kelganlarda ancha sifatli o'qish bor. Balkim bizdan kelganlar, biz bilan kelganlarda ham balkim bordir. Lekin umumiy hisobda gapiradigan bo'lsak, keyingi kelganlarda ko'proq maqsadi mablag'ga qadalib qoldi. Mablag' topish, orttirish shunday bo'lib qoldi. Bu temagani qaytamiz. Chunki bu tema juda ham obshirniy, juda ham katta va rostdan haqiqatni gapiryapmiz. Men birinchi Koreyaga kelganimda juda ham shok vaziyatlar men uchun ko'p bo'lganda. Birinchisi men uchun shok vaziyat bu saunaga borganman. Joy kelganman, Inchonga kelganman. Bitta tanishimiz kutib olgan. Bor gostinitsaga borganim pul yo'q. Qo'limda $300 bilan kelganman. Boshqa pulim yo'q edi. Birinchi borganimda shu saunaga kirib turib, sauna men uchun juda ham shok bo'lganda, sababi shunda kirganda hamma nima deydi, haligi endi yosh bolaga o'xshab tug'ilganda kiyimsiz yurgan. Kiyimsiz shunday. Ayollardiki alohida, bolalardiki alohida to'g'ri shuna bo'lgani. Lekin bu narsani ko'rib men uchun juda ham katta shok bo'lganda. O'ylaganman, demak men rostdan ham Koreyada ekanman deganman. Aeroportga kelganimgacha samolyotda kelyapman, o'rtoqlarim ham juda ham ko'p gapirib berganman. Hech qanaqa hayajon bo'lmaganda, lekin Inchonga kelib, shu Chimjilbang deyshadi-yu. Saunaga borganimdan keyin уже culture shock menga shunday kelgan. Demak men Koreyada akamman ekanda, men shu yerda ekanman degan xayol kelganda o'zimga. Sizda ham birorta qanaqadir culture shock shunaqa narsalar bo'lganmi? Menda aeroportdan chiqqanimdan keyin birinchi menga culture shock bo'lgan narsa, menda Koreyada qandaydir hid ta'sir qilgan, ovqatlaridagi hidlar. Kimchini hidi kelganmi? Kimchini hidi. Keyin aynan nomini bilmayman, qandaydir bir ovqati bor. Juda ham hidi tenjang.
shunday bo'lsa kerak. Chidab bo'lmaydigan darajada edi. U paytda endi hozir ko'nikib ketganmiz bu narsaga, lekin o'sha paytda menga ta'sir qilgan narsa shunday bo'lgan. Qanday bu shunday rivojlangan davlat shunday narsa bilan olisha olmaydi yoki bo'lmasa hidini chiqmaydigan qila olmaydi. Chunki menga shu narsa qattiq ta'sir qilgan. Chunki boshqa kelganlarda ham ko'pi sezadi bu narsani. Chunki O'zbekistondagi balkim biz o'rganib ketgandirmiz, balkim boshqa birovlar kelsa, balkim ularga ham shunday tuyular. Menda shu narsa keyin yana koreyslardagi munosabatlari. Nimaga bo'lgan munosabat? Odamlarga yoki bo'lmasa munosabat odamga nisbatan endi uni ikki xil taraflama aytsa bo'ladi. Yaxshi va yomon munosabatlarda yomon taraflari o'zlarini qandaydir yuqori olishlari. Endi aynan hammasi demayman, chunki bir millatning ichida yaxshisi bor, yomoni bor. Shunday holatlar bo'lganki, men o'zimda kuzatilmagan, sheriklarimizda shunday holatlar bo'lardi. Jamoat joylarida yoki avtobuslarda shunday harakatlanayotgan paytimizda ularni bizga nisbatan qarashlari yoki reaksiyalari yoki o'zini tortishlari, uzoq qilishlari qanaqadir nafsiyatga tegadiganmi? Menimcha shunday o'zimizda shu taraflama hayron qolganman shu tarafdan. Misol uchun rasizmga o'xshaydi shunday. Bo'ldi. Tushundim. Xo'p. Ovqatdan siz aytmoqchi bo'lganda ovqatlanayotgandagi chapillashlari ham bor, shunday. Tortinishmaydi bu narsadan. Tortinishmaydi. Nega bunday qilasan desangiz ham mazasini shunday yaxshiroq bilasan deydi. Og'zingdamda haligi yoriladi, puzgirikka o'xshadi. Shunday, mazasini yaxshiroq bilishlik uchun deydi. Bizda bu narsa asli O'zbekistonda juda madaniyatsizlik, juda ko'p odam chidab tura olmaydigan gapirib tashlaydi. Lekin bularda oddiy holatdek qabul. Xuddi siz aytgandek saunalarda kiyimsiz yurishlik bular uchun oddiy holatdek. Biz uchun endi bular culture shock. Umumiy shunday. Yaxshi taraflaridan meni ta'sirlantirgan taraflari koreyslarda ikkita yaxshi tarafi va'dasi turishligi. Koreychada aytganda yaksoq qilib qo'ygandan keyin shuni mahkam so'zda turishligi keyin bizda juda ko'p maylan men o'zimda deb gapiray, endi hamma nomidan emas. Yolg'on oddiy narsalarda ham yolg'on munosabat qilishlik ko'p bo'lgan. Shu paytgacha bulardan o'rgangan narsam bular haqiqatda borini ochiq gapiradi, yuzga gapiradi. Nechta dollar topyapsan desa 100 bo'lsa, $110 topyapman degan misol uchun. Pul yeyapsanmi desa yo'q deydi. Xuddi shunday. Shunaqa holatlar yaxshi taraflaridan ham culture shock uchraganmiz, yomon taraflaridan ham ko'p narsa ko'rdik. Ancha umumiy hisobda olganda yaxshi, yomoni hamma joyda bor. Birinchi o'qishga kelgansiz, to'g'rimi? Shunday. O'qishga kelib turib, keyin maqomingiz o'zgarib, o'zgarishi sabablar bo'lgan, maqomingiz o'zgarishiga. Shunday. Lekin birinchi o'qishga kelganingizda qanaqadir qiyinchiliklar bo'lganmi? Misol uchun pul tarafdan, o'qish tarafdan. Biz ko'pchilik bilamiz, misol uchun Koreyada ko'pchiliklar azizlar 12 soat kerak bo'lsa 13 soat o'tirib bitta joyda dars qilishadi-da. Biz ham birinchi o'qishga kelganimizda biz uchun bu narsa yangilik bo'lganda, nonsens bo'lgan. O'zbekistonda ham bunaqa o'qiydiganlar bor, lekin ko'p emas. Lekin Koreyada misol uchun ko'pchilik shunaqada. Sizda birorta shu narsalarni ko'rayotganingizda birorta men ham shunaqa qilishim kerak deganmi yoki bo'lmasam birorta qiyinchiliklar o'tganmi yoki o'qish paytingizda umuman? O'qish davrida to'g'risini aytaman, men qiyinchilik deyarli sezmaganman, chunki muhit menga juda yoqqan. O'qish muhiti juda yoqqan. Universitetimiz chiroyli bo'lgan. Universitet chiroyli bo'lgan, dars jarayonlari, keyin darsda harakat qilishligingiz bularda qoniqtiradigan darajada javob bermasangiz ham, lekin harakatingiz tufayli baholanishligingiz qandaydir qadringizni oshiradi. Keyin shu narsa ko'proq sizni o'qishga bo'lgan muhabbatingizni oshirishga harakat qilaman. Men yoqtirardim. Даже universitetimda haftada bir marta o'qirdim. Magistratura uchun kelganim uchun haftada bir marta, 2 marta qo'yganmiz. Даже haftada 5 marta bo'lsa ham kelishga rozi edim. Yoqtirardim. Keladigan kunimni oxirgacha kutardim, tayyorlanardim. To'g'risini aytaman, O'zbekistonda deyarli kitob o'qimagan edim. Bu yerga kelganimdan keyin kitob o'qidim, o'shani o'qib, bo'lmam ingliz tilida o'qib, tushunib, tarjima qilib, uni darsda muhokama qilishlar qiziqarli bo'lardi. 2 soat dars juda ham tez o'tib ketardi. Menga yoqardi. Bu tarafdan qiyinchilik bo'lmagan, lekin
qanday desam bo'ladi, ko'pchilik odamlarga o'xshab menda ham shu koreyslardaqa darsga qunt bilan o'tirishlik, darsda o'tirishlik bor, darsdan keyin natija uchun kutubxonalarda 12 professor uchun soatlab emas, o'zimiz uchun o'rtog'im uchun emas, ota-onam uchun emas, o'zim uchun. shunday kutubxonalarda 12 soatlab o'tirishlik, ba'zi birovlar shu yerda yotib qolib dars tayyorlashligi meni hayron qoldirardi. Lekin men o'zim shu o'qish davomida imtihonlarga tayyorlangan paytimda shunday holat boshimdan o'tkazgan. Boshqacha muhit, haqiqatda boshqacha muhit, sharoitlar ham shunday boshqacha muhit, qanday zo'rligini o'shanda his qilganman. Lekin ancha vaqt o'tkazgan paytim edi. Ancha vaqt o'tkazganim. Endi mayli, lekin birinchi kelganingizda uncha ko'p qiyinchilik ko'rmagan ekansiz, даже moliyaviy tarafdan ham qiyin bo'lmagan sizga. Moliyaviy qiyinchilik to'g'risi biz magistratura bo'lib kelganimiz uchun o'zimizni qanday desam bo'ladi, qoplashdik, xarajatlarimizni qoplashdik. Biz ishga chiqib turardik, ishlardik. Shu yerdan topgan pulimiz bizni o'zimizdan orttinib, vaqtida uyga jo'natishga ham yetardi. Balkim boshlanish xatolar shu yerdan bo'lgan. Balkim. Tushunarli ekan. Biz bakalavrda o'qiganmiz. Bizda qiyinchilik juda ham ko'p bo'lgan. Sababi bakalavrda o'qiyotganimizda bizda baza bo'lmagan. Misol uchun biz 9 yillik maktabni bitirganmiz, litseyni bitirganmiz, lekin birinchi bizni Koreyaga kelib turib, birinchi kirgan darsimiz bu biologiya, kimyo darsi bo'lganda. Biologiya, kimyo bo'lgan bo'lish kerak. Shu kimyo bilan biologiyani bitta professor o'tardi, lekin aynan kimyo darsi bo'lgan. Biz kirganimizdan keyin уже ertagi bolalar 96-yilman o'zim, 96-yil birinchi kurs bo'lganda qanaqadir nima deydi, suyuqliklarni olib turib bir-biriga aralashtirib turib, haligi laboratoriyada qiladigan narsalarni qilib, hali bir narsalar qilishyapti-da. Biz uchun men uni narsani ko'rganmanda juda ham hayron bo'lib qolganman-da. Qanaqasiga? Menda bunaqa bilim yo'q-ku deganman. Keyin biz 4 kishi kelganmiz, 4 o'rtoq kelganmiz, bitta akamiz bo'lgan. Bizni bitta guruhga qilib qo'yishgan. Bitta guruhga qilishganda har bittamiz o'zimizni vazifamiz bor edi. Misol uchun Sheroz aka degan akamiz borib turib, karslar qana nima qilayotgan borib turib, haligi spayli qilib kelardi, ko'rib kelardi. Bolalar buni betga qo'yish kerak ekan, buni qilish kerak ekan deb aytib turardi. Kallasini yaxshi ishlatadigan Dadajon degan o'rtog'imiz bor edi. Bu bola bir narsalar qilardi, haligi zo'rg'a qilardi. Azmi nima qilishini esdan chiqib qoldi. Men ham ko'p narsa qilmaganman o'z aslida. Lekin men o'tirardim, chunki ko'p narsa qo'limdan kelmas edi. Shuna bo'lib, haligi men uchun karslar juda ham haligi shok bo'lganda, bular ham o'qishda ham zo'r o'qishgan, maktab paytida ham litsey paytida ham zo'r o'qishgan. Shu baza bilan o'qishga kelganda men bu bilan butun O'zbekistondagilar bunaqa demoqchi emasman, o'zimdan kelib chiqqan holda aytyapman. Lekin ko'pchilikdan eshitganman, juda ham bunaqa voqealar ko'p bo'lgan deyshadi. Shunday. O'zi asli ximiya darsini o'zbek tilida ham tushunishli asli qiyin. Men tushunmaganman shunda. Keyin siz aytgan tajribalar biz kutardik. Endi biz o'qiyotgan paytda oyda, yilda bir marta qilinardi. Probniklarda bunday ushlab ko'rishlik, u qanday desam bo'ladi, sinib qolmaslikdan qo'rqardik xolos. Biz uni hali foydalanish emas, uni sinib qolmaslikdan qo'rqardik xolos. Bir narsalar qilardik, to'g'ri, haligi ko'p bo'lmasdi xullas. Ko'p bo'lmasdi. Lekin yana bitta narsa, o'zimda ham qiziqish bo'lmagan. Shuning uchun balkim o'zim qanaqadir qiziqib, haligi borib, bu ustoz nima, bu qanaqa deb o'rganmagan bo'lishim ham mumkin. Shunaqa aka, demak o'qishga kelgansiz, o'qib yurgan paytingizda maqomingiz o'zgarib, o'qish tashlagansiz, to'g'rimi? Shunday, shunday majbur bo'lgan. Nima sabablar bo'lgan aka? Birorta qiynalganmisiz moliyaviy tarafdan yoki birorta boshqa stress bo'lganmi? Nima sabab bo'lgan aka o'zgartirishingizni? Asosiy sabab bu yerda asosiy sabab o'zi har qanday inson ham o'zini hayotda bo'layotgan har qanday voqealarning asosiy sababchisi, aybdori o'zi bo'ladi. Boya ozgina aytib o'tib ketdim. Biz shu o'qish paytimizda moliyaviy o'zimizda kamchiliklarimizni qoplashlik uchun ishlaganmiz. Balkim shu narsa bizning xatoyimiz boshlanishi bo'lgan. Chunki baribir inson ham qandaydir maqsad bo'ladi, o'qiydi, tugatadi, oxirida yana maqsadi shu yaxshi daromad topish, yaxshi pul topish bo'lgan. Endi biz O'zbekistondan bu yoqqa kelganimizdan keyin ko'proq pul topishlikda bir kunda $100 pul berar ekan degan narsa, bu qanday desam bo'ladi? Masalan, ba'zi bir joylarda $300 yo $400 oylik bo'lgan O'zbekistonda.
u paytda shunday edi. Keyin biz bu narsani bir hafta topib qo'yayotganligimiz uchun pul topishga nisbatan qiziqish o'tib ketgan. Darslarimiz qoldirmaganmiz shunda ham masalan GPA'larimiz 4 chiqqan. 3.9 bo'lgan. 27 ta kreditni vaqtida tugatganmiz. GPA degani bu baho degani. Baho. Umumiy eng yuqorisi 4.6 bo'lsa, biz shundan 3.9 to'plaganmiz. Bakalavrda o'qiyotganlar agar 3 to'plasa, bularga imtiyoz, kontraktlar ancha arzonlashtirib beriladi. To'g'ri. 50% dan ko'proq. Shunday. Bizning holatimiz asli moliyaviy tarafdan qiyinchilik bo'lmaganligining sababi ham biz 2 yillik budjet asosida kelganmiz. Bizni hech qanday kontraktimiz bo'lmagan. Shu sabab biz universitetga to'lashimiz kerak bo'lgan to'lov yoki qandaydir qayergadir qilishimiz kerak bo'lgan to'lovlar, majburiyatlar bo'lmagan. Shu sabab bizda moliyaviy qiyinchilik bo'lmagan. Topgan pulimiz o'zimiz yonimizga katta pul topayotgandek bo'lib, qiziqish ortib ketgan. Shu sabab darslarga e'tiborsizlik, hattoki professorlarda, bu yerda professorlar faqat ogohlantiradi, aytadi. Shularda gaplarga quloq solmaganmiz, ko'p holatda solmaganmiz, vaqtni yutkazganmiz. Biz hali vaqt bor-ku, ishlab olsak bo'ladi-ku. Hali 1 yil bor, 2 yil bor. Asosan ishga berilib ketishimiz pandemiyadan keyin bo'lgan. Chunki pandemiya paytida, korona paytida onlayn o'qishni boshlaganmiz. Dars paytida ham darsga kirib qo'yib turib, ish qilardik. Pul topardik. Oyiga yaxshi pul topganimizdan keyin, undan keyin yana qayta o'qish holatiga qaytishimiz juda ham qiyin bo'lgan. Juda ham qiyin bo'ldi. Chunki pandemiya paytida biz kreditlar tugatganmiz, oxirgi kreditlarimiz pandemiya paytida tugatganmiz. Undan keyin tezisga diplom yozishga o'tib ketganmiz. Bu yerda asosiy aybdor bu o'zim. Chunki professorim ko'p ogohlantirdi. Qayta yozdik. Keyin ba'zida mavzu tanlashda ham 3 marta tezis mavzum o'zgargan. Zashta qiladigan mavzum 3 marta o'zgargan. Shu ham asosiy sabablardan biri bo'lgan. Keyin ishni yig'ishtirib o'qishlik kerak edi, bitirishlik kerak edi. Shunday holat bilan ishonib qolganman, ko'p bo'ladi deb. Davlat imtihonlarini topshirganmiz, xalqaro maqolalar chiqartirganmiz. Jurnallar hozirgacha bor edi, esdalik turadi. Bizning ism familiyamizda xalqaro jurnalda chiqqan. Endi hozir oxirgi diplom zashtalarni yozib professorimizdan tasdiqlatgan holatimiz bo'lgan. Tasdiqlatganimizdan keyin imtihonimiz zashta qiladigan kunimiz may 20-25 mayda o'rtasida bo'lishi kerak edi. Bizni vizamiz уже 5 yil to'lib 31-martda tugagan. Cho'zdirishga topshirganmiz. Bizdan oldingi talabalarniki cho'zilgan. Biz shunga umid qilganmiz, ularnikini cho'zib berdiki, balki bizga ham cho'zib beradi. Ya'ni har cho'zganda 6 oyga cho'zardi. Bizga 6 oyga cho'zsa, уже bo'ldi. Biz diplomni olib turib, уже statusni boshqa vizaga o'zgartiramiz degan narsa bo'lgan, lekin bizda bunday narsa yozilmagan ekan. Majbur bo'lganmiz. Уже maqomimiz o'zgarishligiga majbur bo'lganmiz. Demak, misol uchun magistraturada 2 yil o'qiladigan bo'lsa, lekin vizani 3-4 yilga cho'zsa bo'ladi, to'g'rimi? Asli magistraturani muddati 2 yil kreditlar uchun bo'lsa, 3 yil diplom zashti uchun 5 yilgacha cho'zsa bo'ladi vizani. O'z aslida. Ba'zi bir holatlarda istisno qilib 5,5 yil, ba'zi bir she'rlarimizda 6 yilgacha cho'zilganlar bo'lgan, istisno bo'lgan. Biz shu narsaga umid qilganmiz. Bizga ham istisno bo'ladi degan. O'xshamay qolgan. Bizda o'xshamay qolgan. Biz qayta sababini ham tushuntirishmagan migratsiyadagilar. Yo'q, tushuntirishgan. Ular asli qonun bo'yicha 5 yil. Agar migratsiyonning rahbariga ariza bilan chiqsangiz, ma'qullasa yana 6 oyga cho'zib berishimiz mumkin degan. Qayta borganmiz, ariza yozganmiz. Shunaqa bizning holatimiz shunday bo'ldi. Ko'p mavzu o'zgartirdik. Bizni уже hozir hamma yo'g'imiz tayyor. Mayda imtihonimiz bor, shunga cho'zib bering deb ariza yozganmiz. Tushuntirib yozganmiz, lekin ma'qullanmagan. Bizga chiqib ketishlikni tavsiya qilishgan уже. Koreyadan chiqib ketinglar deyishgan 1 oy oldin. Lekin ayrim sabablarga ko'ra Koreyadan chiqib ketishlik, chiqib yana qayta kirishlikda muammolar borligi sabab chiqib kira olmaganmiz. Majbur bo'lganmiz. Bir vaqtlar bir akamiz shunday aytar edi. U akamiz biznes vizada yurgan. Siz dedi shunday vaziyat bo'ladiki, majbur bo'lib qolasiz chiqib ketishlikka. O'zi asli xohlamaydi hech kim. Bu yerda maqomsiz qolishni hech kim xohlamaydi deydi. To'g'ri.
majbur bo'lib qolasiz deganda men ishonmagan edim, chunki ixtiyor o'ziga bog'liq, chiqib kelsa bo'laveradi, har qanday odam chiqib kelsa bo'laveradi. To'g'ri. Yana qayta kirish yo'li osonroq deb o'ylagandim. Xuddi shu holat o'zimda takrorlandi. Shunday bo'lar ekan, haqiqatda chiqib keta olmaydigan holatlaringiz bo'lar ekan. Shu sabab majbur bo'ldim. Atrofingizda u payt shu maqom o'zgargan vatandoshlaringiz yoki biz vatandoshlarimiz ko'pmidi? U paytda yo'q. Men bilan bitta sherigim bir vaqtda vizamiz tugagan, maqomimiz o'zgargan. Mendan oldin maqom o'zgarganlar bor edi. Ular o'z ixtiyorlari bilan chiqib ketgan edi. Chiqib ketgandi. Biz maqomsiz qolgan holatimizda meni yonimda men bilan birga kelgan bir dona oshnam bor edi, xolos. Shu bola bilan birga chiqqanmiz, u bola ham qaytdi o'sha. Shu majbur bo'lganmiz. Boshqa imkon qolmaganmizda. Hammada har xil vaziyat bo'ladi. Sizlar ham demak nimagadir ishonib qolib, nimadir qilib imkoni bo'ladi deb o'ylagansizlar, lekin uni imkoni bo'lmagan. Asosiysi bu voqea bizga o'zimizni dangasaligimiz, 2 yillik, 3 yillik dangasaligimiz mevasi. Bizga asli shuni mevasi. Hali aytdingiz-ku, ishlaganim xato bo'lgan. Shunday. Dedingiz-ku. To'g'ri. Endi ishlab, misol uchun pul qilib olay, Koreyadaligimda anaqa qilay degandim. Bizda shoshqaloqlik bor. Ko'pchiligimizda shoshqaloqlik bor. Katta pul biz uchun katta pul. Qandaydir masalan bir oyda qanaqadir $2000 yoki $2,500 pul topishlik katta pul. Shunday imkoniyat turganda ko'pchilik o'qib bundan ko'proq topish haqida o'ylamaydi. Ular tezroq maqsadlarga yetishlikni o'ylaydi. Lekin bir narsani tushunib yetdim shu oxirgi paytlarda, oxirgi yilda, mana shu 1 yil bo'lgan bo'lsa, menga shu holatimga 1 yil bo'lgan bo'lsa, shu 1 yil ichida juda ko'p narsani tushunib yetdim. Katta pul topib turib ham, agar o'qimasangiz, ilmingiz bo'lmasa, bilimingiz bo'lmasa, 1 yildan keyin ham katta topgan pulingizni 1 yilda yana yo'q qilar ekansiz. To'g'ri. O'sha narsani kech tushunib yetdim. To'g'ri. Asli o'qib turib, o'rganib turib, keyin pul topishni boshlasa, uni qanday sarf qilish, qanday yo'nalish qo'yish, bular haqida ilm bilan yondashlik boshqa narsa ekan. To'g'ri. Bo'lmasam 10 yil to'plagan katta pulingizni ham 1 yilda yo'q qilishligingiz hech nima emas. Hattoki bir kunda ham yo'q qilib borish muammo emas. Shunday ekan. Shuni kech tushunib yetdim. Ancha kechada o'sha aytganimdek ancha oldin boshlangan xatoyim samarasi shunday bo'ldi. Tushunarli ekan, lekin shu maqomingiz o'zgarayotganida o'zingizda qanaqadir qo'rquv yoki bo'lmasam hayajon shunaqa narsalar bo'lganmi? Misol uchun legal hayotda 4-5 yil bo'lib turib ham bannisaga borasiz, ham boshqa narsa qilasiz, sim karta ochasiz, o'z nomingizga mashina olasiz. Endi to'g'ri Koreyada ko'p narsani ko'p iloji bor, buni bilamiz. Lekin shu maqomingiz o'zgarayotganida qanaqadir his, hayajon shu narsalar bo'lmagan? Xo'p. Qo'rquv bo'lmagan, chunki men boshqa odamlarga qaraganda ancha yashab-ganimdan keyin bu maqomga o'zgardim. Bu narsadan qo'rquv bo'lmagan, lekin afsuslanish bo'lgan. Chunki 5 yil umrim behuda ketishligi, bu haligi hech qanday natijasiz qaytishlik. O'zbekistonda keyin bakalavr holatga kelganmiz, yana qaytib o'rganda yana bakalavr, magistr diplomi yo'q. Bu holatlarda afsuslanishlik bo'lgan. Ko'p o'tgan vaqtlarimga achinishlik bo'lgan. O'qiganlarim, o'qimay yurgan vaqtlarimga achinish bo'lgan. Shunaqa holatlar bo'lgan. Lekin asli deyarli qo'rquv bo'lmagan. Bu qo'rquv kuzatiladigan holat Koreyada har xil noqonuniy yashaydiganlar bor. Masalan, qo'rquv asosan qandaylarda kuzatiladi? Hozirgi holatda juda ko'p kuzatilayotgan Telex viza orqali kelayotgan o'quvchilarda. Telex viza qanday viza? Telex Koreyaning o'zidan viza olinadi. Koreyaning o'zidan O'zbekiston elchixonasining bunga aloqasi yo'q. Koreyaning o'zidan tasdiqlatib viza olingandan keyin O'zbekistonda elchixonasi 90% holatda aynan qandaydir jiddiy sabablar bo'lmasa tasdiqlab beradi. Koreyaga kirib kelishlik, Koreyani migratsion tomonidan tasdiqlangandan keyin kirib kelishning imkoniyati yuqori. Shu viza orqali kirib kelayotgan til kursiga kelayotganlarda nelegal chiqayotganlari juda ko'p. Shularda kuzatiladi qo'rquv, sabab bular hali Koreyada yashashga moslashmadi. Koreyani sharoitini, Koreyani insonlarini, odamlarini o'rganmadi, tilini o'rganmadi. Tilini o'rganmasdan nelegal maqomini olgandan keyin bularda ancha qiyin bo'ladi. Stress, qo'rquv, qanday qilishlik,
politsiyadan qanday foydalanishlik, qonunlardan qanday himoya qila olishligi, shu taraflama juda ko'p muammolarga uchraydi. Buni bilmasdan borib olsam bo'ldi, kuniga $100 pul topaman deb kelganlar juda ko'p. Lekin asli kelganlar ko'rgan, keladiganlar masalan qachondir kelsa ham balkim bu foydali gap bo'lar. O'zini maqomini ushlab qolishligi yaxshiroq bo'ladi. Chunki $100 pul topishlik oson emas. Birinchidan til kursiga kelganlar til bilmaydi, muhit bilmaydi. Bularda munosabatlari qanday ona vataningizdagi sizga o'zbek qilgan munosabat bo'lmaydi. Hammada har xil bo'lib ham agar tilni tushunmaydigan bo'lsangiz, ularni sizga qo'pollashligi, dag'allashligi ko'proq bo'ladi. To'g'ri. Ularda o'zi agar himoya qilishni bilmasangiz, tilni bilmasangiz, ular ham xuddi shunday tepangizga chiqa olishadi. xuddi shunday so'kish, oddiy sheka degan gap oddiy bo'lib qoladi bizda. Kichkina haqoratlab gapirishligi bularda odatiy holga aylanib qoladi. To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Bizda hozir juda ham ko'p, misol uchun O'zbekistonda o'rtoqlarim, qarindoshlarim, meni taniydiganlar bitta savol juda ham ko'p berishadi. Koreyaga borsang $5000-$6000 topish muammo emas, akam deyishadi. Bu oxirgi payt juda ham trend bo'lib ketdi bu narsa. Ko'pchilik Instagramdan, boshqa joydan ko'rsatyaptimi, bilmadim. Ko'pchilik blogerlar shu narsani olib chiqyaptimi, unisini ham bilmadim. Lekin nima deydi? Shu consulting firmalar shu narsani haligi reklama qilyaptimi, borib olsang ham o'qilasan, ham 5000 topalasan, ham 6000 topalasan deyshadi-yu. Siz aka ko'chada ishlab har ish qilib ko'rganman deyapsiz, to'g'rimi? Og'ir ham ish bo'lgan, yengil ham ish bo'lgan. Realmi aka shu 6000 topish Koreyada? Yo'q. Ko'chada 5000 topish real narsami? Yo'q, bu juda ham qiyin narsa. Endi real emas desam yolg'on bo'ladi. Real, lekin bu natijaga yetishlik uchun yillar talab qilinadi. Mehnat talab qilinadi, sabr talab qilinadi. Chunki qanday desam bo'ladi, Koreyada har xil ishlar bor, lekin asosan ishlar o'sha $100 ishlar bo'ladi. Bu ishlar har doim ham bo'lmaydi, har kimga ham bo'lmaydi. Men o'zim shu paytgacha har xil ishlarda, og'ir ishlarda ham, yengil ishlarda ham ishlab ko'rdim. Har qanday munosabatlarga sabr qilish kerak. Chunki men o'zimda sabr yo'q. Masalan, menga nisbatan haqorat bilan gapirishsa yoki qandaydir munosabatda salbiyligini sezadigan bo'lsam, u odam bilan ishlamayman. Ishlayotgan bo'lsa, "Yashaka!" deyversa, hali уже nervni bo'lib ketadi. Уже asab buziladi. Issiq bo'ladi. Mana parnida ishlab ko'rganman. Qo'ziqoringa chiqamiz. Haligi ham ishlayapsiz, ham qiyin, ham belingiz og'riyapti, ustiga xo'jayin kelib turib so'kib turadi. Shunday. Bu narsa yoqmaydi, to'g'rimi? Shunday aniq. Bu narsa yoqmaydi. Bo'lib ham til tushunmagan taqdirda ham ularda уже mimikalari, tana tili bor, shunday. Tushunib turib уже ishlolmaysiz. Уже toqat yetmaydi. $5000 90% real narsa emas. Ertak $5000 yoki $4000 real narsa emas. Qandadir 10% odam topyapti bu narsani, yo biznesda yo'lga qo'ygan. Albatta, biznesda yo'lga qo'ymasa 5000. Karslarda o'zi ham 5000 topish qiyin-da aka. Karsizda yo'q, to'g'ri aytdingiz shu gapni. 8 million toza haligi cho'ntakka tushirish karslarga ham bu qiyin masala-da. Shunday 8 million bo'lganda bu qiyin. O'ta Kars o'ziga ham даже orzu agar LG, Samsungga o'xshagan katta korporativlarda agar katta kompaniyalarda agar ishlasa, to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin oddiy ko'chada ishlab, har kuni ko'chada biror narsa qilib yurib, $100 ish ham har kuni ham chiqmaydi, o'zi aytganingizdek. Har doim ham bo'lmaydi. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, iltimos 5000 topsa bo'ladimi, realmi, shu narsa. Unutinglar bu narsani unutinglar, iltimos. Bu ertak, yoqimli ertak. Balkim bir ikkita haligi qo'sh tirnoq ichidagi haligi konsalting firmalarida aldayotgan bo'lishi mumkin, chunki ular ham pulga ishlayapti, tepalaridan pul oladi. Men yaqinda Instagramda bitta narsa ko'rdim. 350 tami, 320 tami studentda bitta aka olib kelganlar. Bilmayman, men lishni hech qanaqa nimam yo'q, qarshiligim yo'q akaga. Olib kelishgan, mana video olyapti, 300 ta odamni olib ketyapmiz, unaqa deb. Endi kommentariyalarga kirsangiz, har xil kommentariyalarda aytilyapti, unaqa bolalar ishga berib ketmanglar, o'qinglar, unaqa deyapti. Lekin consulting, B consulting ko'pchiligiga kirsangiz marketingda shunaqa qilyapti-da, 5000, 6000 deyapti. Bolalarda уже miyasi zaharlangan. Shunday. O'qish niyati yo'q, keladi, tashlaydi, chiqib ketadi. Bizda
eng katta xatolarimizdan ham shuda. Biz o'qishni o'rniga ishchi bo'lishni tanlayapmiz. Ishchi bo'lishni, qora ishchi bo'lishni tanlayapmiz. U o'qib turib ishchilarni boshqarishni emas. Ishchi bo'lishni tanlayapmiz. Hammamiz shunday bo'ladi. O'qish uchun kelyapmiz, lekin kelgandan keyin tanlovimiz ishchi bo'lishlikka qarab ketyapti. Ishchi bo'lishlikning oxiri bo'lsa, yana afsuslanishlik bo'ladi, o'qimaganlik uchun afsuslanishlik bo'ladi. Bu holatni tushunishlari kelgandan keyin his qilishlari ko'proq bo'lsa kerak. Endi buni ko'rib turib balki aytishlari mumkin, senlar u yerda o'tirib olib gapirishyapsan, 5 mingdan topsam menmada shuncha biznesim bor, menmada 1 yilda bunday qilib yuboraman, 2 yilda bunday qilib yuboraman. Xuddi shu holat bizda ham bo'lgan. Kelishimizdan oldin bizda ham bo'lgan. Kelgandan keyin ko'rishadi balki. Lekin o'z aytganingizdek unaqa akalar, ukalar bor, 5 ming, 6 ming topadigan, lekin ularda o'zining tijorati bor. O'zlari shunga yarasha harakat qilishadi, tilni bilishadi. Shunga yarasha vaqt sarflashgan. Nima qilishadi, tilni bilishadi-da. Shunga yarasha endi 5 ming, 6 ming topishadi. Harakatiga yarasha. Bu ham xuddi shu-da, mana hozir o'zi aytayapsiz, tilda bilishadi. Ilmga borib qadalyapti-da, bu 5 ming dollar topishlik ham. Masalan, 5 ming dollar topayotgan juda ko'p odamlarda asosan poliglot ular. Ingliz tili, koreys tili. Ikkita til. Kamida ikkita tilda yoki bo'lmasa rus tilida ham ravon gaplasha oladi. Bunday odamlarga O'zbekistonda o'zi ham talab katta. O'zbekiston bu yerda ular endi qo'shimcha ko'proq daromad qilishligini aniq tushuntirsa bo'ladi. Keyin siz aytgan konsaltinglardan men ham shunday bir konsalting ko'rdim. E7 vizasi uchun reklamada shunday beryaptiki, 3,5 ming dollar, 4 ming dollar oylik deb beryapti. E7larga, E7 biz bilamiz, u baland oylikka keladigan viza turi emas, oylik past bo'ladi, 2 yilgacha majburiy bir joyda ishlanadi, boshqa joyga o'tish imkoni yo'q. Atkaz olish, E9'larga o'xshagan atkaz olish yo'q. Oylik past bo'ladi. Oylik ancha past bo'ladi, mehnat og'ir bo'ladi. Shularga hayron qolyapman, konsaltinglarga endi O'zbekistondagi odamlar ko'pi bilmaydi, tushunmaydi. Lekin asli bunday oyliklar deyarli yo'q. E7larga bo'lib ham даже E9'larga bunday oylik yo'q. E7ni har xil yo'nalishi bor. E71, E72, E73 bor. Endi bizda E7 3 bilan kirishyapti. Adashmasam, O'zbekistondan kirayotganlar shuni E7 3 bilan kirishyapti. Konsaltingda shunday reklamalarni ko'rdim. Bularda nerealniy summa yozishyapti. Nerealniy summa. Koreyada turganda ishonmaydi haqiqatdan. Endi biz ham kommentariy yoz. Ashni ish bo'lsa bizga ham berib yuboringlar, aziz yurtdoshlar. Biz mana Koreyada ham lokatsiyani beringlar. Qayerga borish kerak, kimga murojaat qilish kerak deymiz endi. Biz ishlaymiz tayyor shu yerda. Biz borib ishlaymiz deymiz, shunaqa ekan. U maqomingiz o'zgargandan keyin atrofingizdagilar yoki bo'lmasa O'zbekistondagilar, ota-onangiz bo'ladimi, yaqin do'stlaringiz bo'ladimi? Ular qanaqa munosabat bildirishdi siz shuni nelegalga chiqib ketishingiz haqida? Ota-onam xafa bo'ldi. Ota-onam ancha xafa bo'ldi, chunki ular meni umid bilan diplom olishimni kutayotgandi. Lekin inshaalloh men yaqinda efirda oldin sizga aytganda bir yangilik eshitdim. Diplomni olishlik bizning holatimizda mumkin, imkoniyati bor ekan. Bu tarafini hali ularga aytganim yo'q, hali xursand qilganim yo'q. Ota-onam xafa bo'ldi. Do'stlarimdan, O'zbekistondagi do'stlarim bu narsani deyarli tushunmaydi. Nelegal nima yoki nelegal degan so'zni tushunishadiki, lekin bu yerda nelegal hayot qandayligini bilishmaydi. Deyarli ularda bundan xabar yo'q. Bitta Samsung jo'natib yuborgan, shuni telefon qilib 24-da sizlardan arzonroq ekan deyshadi. Samsung desa mayli, iPhone oxirgi versiyasi. 16 chiqqanmasa 16, 15 chiqqanmasa 15. Shunday holatlar ko'p bo'ladi. Menga ham ko'pchilik iltimos qiladi, lekin Xudoga shukr hammasi rozi qilib pulini jo'natishdi, lekin atrofimdagilardan eshitdim-da, anaqa telefon qilishyapti, sanda arzon ekani jo'natib yuborgan, unaqa deb. Shunday. Koreyadagi do'stlarimdan maqomim o'zgarganligini bilganlar, yaqin do'stlarim bilishgan. Yaqin do'stlarim ular dalda bo'lishgan. Bu bilan hayot tugadi degani emas. Davom et, harakatingni qil. Hali yana maqomga qaytishlik yo'llari ko'p senda. Oldin sen o'zingda hayotimda bo'lgan muammolarni juda yaxshi bilishadi ular. Bu muammolaringni bir tarafli hal qil, bir tarafda tugatgin, keyin yana maqomga qaytishlik, muammolarni boshqatdan ko'rib chiqishlikka vaqt bo'ladi dedi. Zo'r dalda berishdi, yordamda turishdi. Lekin munosabatlari o'zgarganlar ham bo'ldi. Ular do'stlarim emas, ular mendan ko'proq manfaat kutgan, mendan kattaroq insonlar, mendan manfaat kutishgan ko'proq. Bularda munosabatlari menga nisbatan o'zgardi. Qanaqa tarafga o'zgardi?
umuman munosabat qilishmay qo'ydi. Pozitiv, negativ. Negativ. Umuman munosabat qilishmay qo'ydi. Даже men Koreyadaligim haqida уже unutishdi. Bormisan, yo'qmisan? Ko'p holatlarda yordam tekkan holatlar bo'lgan ba'zi bir insonlarga. Mayli tanlov o'zlarida. Kim qanday nima qiladi? Chunki menga yaxshi bo'ldi deymiz. Bu tanlab oldim, bilib oldim. Ajratib oldim qanday insonlar, qandayligini. Bu hali arzimagan narsa. Hali bu yana qaytarishlik, yana shu holatga qaytishlik bu bo'ladigan narsa, imkoni bor. Hammamiz bilamiz. To'g'ri. Qanchadan beri yashab kelayotgan odamlar. Shuni endi ko'ramiz, bu endi vaqt masalasi. Aka, men yomon mezbon bo'lsam kerak, choy qo'yib berib, choy oling demadim, aka tartib ko'ring. Choy ichdim. Bu, ichdingizmi? Bu choyimiz aka, o'zimiz shahrimizda O'zbek akalar qiladigan bitta do'kon bor. Ashga kirsak, juda maqtashdi. Xitoyda choy deyishdi. Nomeri ham bor ekan aka, lekin mazasi menga yoqdi. Nomeri ham xitoycha bo'lsa kerak. Yo'q, nomer xitoycha emas. U kameraga yaqinroq haligi agar yutsam ASMR qilib yuborsam kerak, shuning uchun zo'roq bunday qilib ekan bittadan qo'yay. Men oldin ko'p choy ichmasdim, lekin yaqinda o'tgan yili dadamlar Koreyaga kelib bir oy aylanib ketdilar-da. Endi bizda odamlar choy ichishga o'rganib qolishgan-ku. Shu bir oy yurdilar, endi har kun choy damlab beramiz, choy ichamiz, birga betga borsak ham choyimiz. O'rganib qoldim o'zim ham. Choy ichishga. Bir kilo choyni podkastlar ustiga yotib qo'ymang yana. Ya uni bizni kameramenimiz uyga olib ketadi, endi ustiga. U berilmaydi. Faqat podkast ichiladi. Ha, faqat podkast ichiladi. Shuning qimmat yaxshiroq kutasiz. Oldiga. Har podkast. Ochindi siz ochib berdingiz aka. Xursandman. Shunaqa. Qarangda aka, huquqiy maqomingiz o'zgargandan keyin sim karta yoki bo'lmasam o'z nomingizga biror narsa ola olmaysiz, mashina ola olmaysiz yoki bo'lmasam hali bizda baribir Koreyada yurganlar biladi, yurmaganlar uchun ko'chada yursangiz hali militsiyani ko'rib qolsangiz qanaqadir qo'rquvmi yoki bo'lmasam boshqa narsalar, kundalik hayotingiz qanaqa o'zgardi aka? Sim karta masalalarida, karta masalalarida men qoyil qolgan tarafim shunday bo'ldi, maqomingiz o'zgargan taqdirda ham ishlashda davom etadi. Sim kartangiz ham pulini to'lab tursangiz bo'ldi, vaqtida to'lab tursangiz bo'ldi. Sim kartangiz ham, даже kartangizni muddati qachongacha yozilgan bo'lsa, shungacha ishlab turadi. U taraflarda muammo bo'lmadi, lekin bo'lmasa eng katta o'zingizga kelgan muammo nima bo'ldi? Shu siz aytgandek, men 5 yil legalniy maqomda yurgan bo'lsam, ko'chada yurib e'tibor bermas edim. Militsiyalar qayerda turibdi, qayerda kelyapti, e'tibor bermasdim. Maqomingiz o'zgargandan keyin ko'z skaner qilish boshlar ekan o'zi ko'chada. Qayerda kim turibdi? Qayerda nima yonyapti? Yo'chib borayotgan migalkalar qayerda bor? Ko'z uzoqdan skaner qilish boshlar ekan, lochin ko'z bo'lar ekansiz. Yo'q, lekin baribir to'xtatishmaydi baribir. To'xtatishmaydi. Bu yerda farqli tarafi ham shu. Ko'pchilik bu yerda uzoq muddat noqonuniy bo'lib yurishlarining ham sabablari ham shu. 25 yil, 30 yil anaqa nelegalda yurgan tanishlar ham chiqdi-da menda. Bizda Asakada 95-yildan shartnoma qilingan bo'lsa, Koreya bilan shu paytda kelganlar bor-da. Shunday yurganlar bor. Men hayron qoldim. Men o'ylardim 50 yoshdan tepa o'zbek yo'q bo'lsa kerak bu yerda, nega bo'lib juda ham ko'p ekan. Men ko'p ko'rdim. Hattoki bir xilgilari bor, endi hali 15 yil, 20 yildan beri O'zbekistonga bormaganlar ham borda. Shunday, lekin ularda ozgina emas, ancha seziladi. Agressivlik juda ham ko'payib ketadi. Agressivlik haligi uyni sog'inish. Ularda ham baribir havas emas, qandaydir sabablar bor. Ba'zi bir insonlar bor, farzand tug'ilganda kelishgan, orqasidan farzandi keldi yoki farzandlari katta bo'lib turmushga chiqib ketdi. Shunday insonlarni ham men o'zim ko'rdim, o'zim ko'rganlarim bor. Bu odamlarda agressiya juda ham ko'p, chunki o'z hayotida juda ko'p narsani yo'qotishdi. O'zbekistondagi hayotda juda ko'p narsani yo'qotishdi. Bularning hammasini bitta sababi oilasi yaxshi yashashlik uchun bu yerda shu narsaga rozi bo'lishdi. O'zining hayotidan qandaydir ma'noda ketishdi. Qandaydir ma'noda ketishdi, oilasi yaxshi yashashlik uchun, lekin bilmadim bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri. Menga masalan bu holatga o'tganimga 1 yil muddat bo'layotgan bo'lsa, menda hozir yana bu narsaga qaytish keyin yoki bu yerda tark etish. Shunday holat bo'lib turibdi. Chunki uzoq muddatga men sabrim yetmasa kerak. Yana mana shunday. To'g'ri. Hali gap oxirigacha olib bormadik. Eng muammo bo'lgan paytingiz qanaqa bo'ldi aka? Shu maqomingiz o'zgargandan keyin eng qiynalgan paytingiz?
Больница bo'ldi. Больница holati pasport bilan kirsangiz bu yerda yo'q demaydi. Bu yerda muammo qilmaydi-ku. Lekin o'zimda chunki больница to'lovlari juda qimmat. Agar sizda qonuniy holatda bo'lmaydigan bo'lsangiz to'lovlar o'ta baland chiqadi. O'ta baland chiqadi. Ba'zi bir og'riqlarga, ancha-muncha og'riqlarga sabr qilib o'tib ketishingiz to'g'ri keladi. Sabr qilasiz yoki kirasiz, shu xarajatlaringiz kattalashadi. Xarajatlaringiz kattalashishligi oilangizga jo'natadigan pul kamayishligiga sabab bo'lganligi sabab o'zida og'riqqa sabr qilishga to'g'ri keladi. Tish og'risa ham chidab turay. Shunday. O'tkazib yuboraman. Shunaqa. Lekin tish og'risa tezda borish kerak. Shunda arzon tushadi o'zi aslida. Og'ir mehnatlarda ko'proq tishdan ham ko'ra belda, oyoqlarda og'riq ko'proq bo'ladi, chunki asosan noqonuniy yoki nelegal yashayotgan bu yerda og'ir mehnat qilishadi. Yengil mehnatda ishlamaydi. Eng og'ir mehnat qilganingiz nima bo'ldi aka? Tarvuzmi, qovunmi? Tarvuz, eng og'iri tarvuz bo'lgan. Tarvuzda hatto ko'p ishlaganim yo'q. Bir hafta yoki 5 kun. 5 kun atrofida ishladim. Iltanga qanaqa aka uni? Qiziq ketyapti o'zim. O'zi ko'pchilikni qiziqtiradigan ham shu, chunki mana akalar eng qimmat Koreyadagi iltang bo'lsa kerak, menimcha. Undan qimmatlari bormi? Yo'q. Undan qimmatlari ham bor, lekin nima desam bo'ladi? Asli sog'lig'ingiz yo'qotishingizga, boshqa narsa qilishlikka arzimaydi, chunki hozirgi holatda balandmas. Oldin shunday edi. Juda ko'pchilikda nelegalga chiqishiga sabab bo'lgan ishchilardan bittasi tarvuz ishi, chunki oldingi holatda o'zini shirini bo'lsa kerak, qanaqadir tarvuz. Shu bilmadim. Pulida ayniqsa. Pulida yomon taraflari ham ko'p. Olmay qolish ehtimolingiz ham ko'p. Olmay qolish ehtimolingiz ham ko'p. Shunday insonlar ham bor. Yoki bo'lmasam siz o'ylagan plandagi pul cho'ntagingizga tushmaslik ehtimoli ham juda ko'p. Bir kunda To'ruzda ishlasam 200 ming uraraman. 200 ming won. To'ruzda mehnatingizga bog'liq, tim jamoaga bog'liq. Jamoangiz agar yaxshi ishlaydigan jamoa bo'ladigan bo'lsa, 350 400 ming won. $300 $250 atrofida kuniga tushirishingiz mumkin. Bitta odamga. Bir odamga. Yig'ishtirdik. Ketdik. Ketdik. Qolganlar ham ketadi bundan. Yo'q, akalar, To'ruzga umuman qiziqmaylar. Sababini aytib beramiz hozir. Orqa foni bor buni, orqa foni. Bu undan olgan stressingiz yoki bo'lmasam undan olgan sizdagi charchoqdagi keyin men o'zim bilgan tanishlarim shunday holat bo'lgan. To'ruzda 40 kun, 45 kun ishlab kelgandan keyin больницаning o'ziga qilgan xarajati $2000 ga yaqin xarajat ketgan. Chunki asosan aytganimdek nelegal insonlarda больница xarajatlari bo'lsa juda katta chiqadi. Juda katta bo'ladi. Insurance bo'lmaydi, shunday bo'lmaydi. Sug'urta yo'q ularda. Keyin men shunday hisoblaymanki, u yerda oladigan stressingiz undan katta summa bersa ham ishlashingizga arzimaydi. Chunki u yerda ish jarayoni tez ishlash kerak, ko'p ishlash kerak, eplaysiz, boshqa narsa qilasiz. Tezda shustri bo'lish kerak. Boshqa birovlarda endi mehnat og'irligidan gapiradigan gapini o'ylamaydi, mulohaza qilmaydi. U yerda sizga bergan stress yoki siz karesdan olgan stresslaringiz уже u pulga arzimaydi. Shu sabab meni qaytishimga asosan sababim shu bo'lgan, stress. O'zimdan kichkina bolalar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Ba'zida qabul qilishlik qiyin bo'ladi ularning munosabatlarini. O'shanda qo'y. Bu yerdan ketishlik menga yaxshiroq ekan. Tanlov shunday bo'lgan menda. Demak, bir kunda jamoaga qarab 300 ming wondan 400 ming wongacha ishlasa bo'ladi. Shunday. Lekin mehnat juda og'ir. Mehnat o'ta og'ir. Ertalab soat 6 dan boshlanadimi, 7 dan? Kechasi bo'ladi. Kechasi bo'ladi. Boshingizga shu fonariklarni qo'yib olasiz. Yo'l-yo'lakay ovqatlanib ketasiz, lekin fonaringizga kelgan pashalardan ovqatlanib ketasiz. Shunday, qorin to'yadi. Shu bilan qorin to'yib ketadi. U ham oqsin lekin. Shunday oqsin. Asosan To'ruz o'ta qiyin. To'ruzda parnikning egalari o'sha parnikning egalari To'ruz kattalashlik uchun o'sha terib ketishlikdan oldin 2 kun oldin suv qo'yib yuboradi. Odatda suv qo'yib yuboradi. Suv bo'lgan yumshoq joyda qancha ko'p yuklagan taqdiringiz ham, oz yuklagan taqdiringiz ham siz arabangiz yurmaydi. Yurmagandan belgidan ursa keladi. Shu holatda juda ko'pchilik masalan quruq parnikda 10 tani
masalan 10 ta parnikni siz 2 soatda tugatadigan bo'lsangiz, ho'l bo'lgan parnikda 4 ta parnikni 2 soatda tugatishingiz mumkin. Shunday holatlar bo'ladi. Chunki ba'zida aravani bir kishi emas, 2 kishi tortishiga to'g'ri keladi. Shunday oldindan baylab olib tortib, bir aravani 2 kishi olishga vaqt ko'p sarflanadi, kuch ko'p sarflanadi, stress ko'p bo'ladi o'sha holatda kelgan. O'sha holatda stresslar arzimaydi deb o'ylayman. Simbolik kechqurun ishlanadi. Shunday kechasi ishlanadi. Sog'liqqa ham ta'siri bor. Sog'liqqa ham ancha ta'siri bor. Maslahat bermayman, bormanglar. Undan o'qigan yaxshi. Bir marta shunday voqea bo'lgan. Birinchi Tarizga chiqqanimda, Tarizga chiqqan paytimda ishlayapman. O'zimni so'kib ishlaganman. O'qisam bo'lmaydimi? Senga nima bor bu yerda Tarizda deb turib, aravani haydab chiqib ketyapman. Endi bilganlar biladi, Tarizda ishlaganlar 26 yuklashlik kerak, 26 ta piramidaday bo'ladi aravaga. Bitta aravaga 26 ta. Bitta aravaga 26 ta. Bitta Tariz mashincha bo'lsa kerak. Tariz razmer har xil bo'ladi, lekin boya aytganimdek suv qo'yib yuborishadi, razmeri kattalashib ketadi, og'irlashib ketadi. Kamida 10 kilo yoki 8 kilo shunday bo'ladi. U endi 26 ta arava yuklab chiqqan. Shu paytda o'zim so'kkanman. O'qisam bo'lmaydimi? Nima qilib yursan sen bu yerda deb. O'zimga to'g'ri kelmagan holat bo'lgan. Lekin o'qiganinglar ma'qul. Tarizdan ko'ra shu biz ishchi bo'lishlikni emas, ishchilarni boshqarishlikni tanlashimiz to'g'ri natijasi kechroq bo'ladi, natijasi ozgina kechroq bo'ladi, lekin huquqiy maqomda yuriladi. Keyin u natijani olgandan keyin 5 yilmi, 6 yilmi o'qiydimi, o'qigandan keyin 5 yil, 6 yilda qilmagan ishini 1 yilda qiladi. Kelayotgan odamlarga men asosan kelishidan oldin qaysi universitetga, qanday yo'nalishlar bor, universitetda jahon miqyosidagi reyting qanday, shularni ham o'rganishlikni maslahat bergan bo'lardim. Chunki boshqa holatda faqat pul uchun kelishadi. Bizda asosiy maqsad shunday konsaltinglar ham qaysi universitet yaxshi viza beryapti. Qaysi universitet yaxshi viza beryapti, qanday tezroq borsam bo'ladi Koreyaga. Shunaqa maqsad bo'lib qolganda juda ko'plarda, lekin asli o'rganishlik kerak, qiziqqan yo'nalishi bo'yicha. Agar qiziqqan fakulteti Koreyada bo'lmasa, Koreyaga kelmaslik kerak. Yevropadadir balkim Britaniyadir, balkim Amerikadadir, balkim Avstraliyadadir. Shunga qarab turib maqsadlar sari intirsa, o'qisa, boshqa narsa qilsa, shunday odamni bittasini o'zi ham biz uchun ancha katta yutuqda. To'g'ri. Bizda Koreyaga kelayotganlar ko'pchilik shu ish tanlayapti, pulni tanlayapti. Hali aytdingiz-ku, nima deydi, Tariz yuklab chiqayotganimda o'qisam bo'lmasmidi ekan. Shunday. Nima qilib betga kelib qoldim degan fikrlar o'zida o'tib ketgandir, lekin u vaziyatdan tashqari yana hamma narsani tashlab ketib O'zbekistonga qaytib ketaman degan vaziyatlaringiz bo'lganmi? Ish paytidami yoki bo'lmasa birorta stressga tushganingizda? Juda ham ko'p bo'lgan. Eng hozir birinchi miyangizga kelayotgan voqea qaysi voqea bo'lgan? Asosiy qiyinchilik ko'rganim qovunda ishlab turgan paytimda bo'lgan. Qovunda ham ishlaganmiz. Qovunda iltangi qovunda arzonroqmi? Qovunda nima? Tarizda iltangi qovun bilan boshqachami? Qanaqa? Yo'q, qovundiki balandroq. Qovundiki balandroq. Tarizdan ham balandmi? Tarizdan ham balandroq. Chunki qovunda qo'shimcha ishlar ko'p bo'ladi. Biz dogovor qilganmiz, shartnoma qilgan boshliq shunday ko'p pul to'lardi bizga. Shuning uchun bizniki balandroq edi. Boshqa joylar lekin bir xil. Boshqa joyda bir xil. Bir Akmal degan oshnam bor edi, Namanganlik. Shu bilan bir ishlaganmiz. 20 soat ishlaganmiz. Bir kunda 20 soat. Qovunda yuklaganmiz. Majbur bo'lganmiz shu narsaga, chunki ertasi kuni yuk chiqib ketish kerak bo'lgan, tayyorlash kerak bo'lgan. Lekin bir xil. Yo'q, iltan boshqa. Bu obyomga endi, obyomga. Obedgacha bitta iltanni ishlardik. Obeddan keyin shu tayyorlab berish kerak bo'lgan, yukni tayyorlab berishga Amerikada Costco nimasi bor, magazini bor, shu magazinga yetkazib berish kerak bo'lgan yuklar bo'lgan. Majbur bo'lganmiz. 6 kishimiz umumiy qovunda. 2 ta timimiz, Akmal akamiz bitta timdamiz, 4 ta odam boshqa timda. U 4 ta odamda boshqa timda 4 ta bola ketamiz deyishgan. Akmal akamiz qolib ketganmiz. Shunda naq 20 soat ishlaganmiz. Juda ham katta stress. Hatto bir-birimiz bilan oxirida tortishib qolishgacha borganmiz. Tortishmaganmiz-ku. Lekin men dicha dam olib keyin chiqaman ishga deganimda, dicha dam olib chiqay desam, u yo'q, men hozir chiqaman deb birinchi ketib qolgan holati ham bo'lgan. Lekin o'tganmiz, shu bosimlardan hammasidan o'tganmiz. Shu paytlarda, bunday bo'lmagan holatda ham o'zi ketkim keladi. O'sha O'zbekistonga ketkim keladi. Zerikibsa Koreyadan qanaqadir bor. Farzand ko'proq nima qiladi? Sog'intiradi. Farzand sog'intiradi, ko'rgim keladi. Oxirgi marta shu borgan paytimda farzand tug'ilishga bordim. Tug'ilgandan keyin qaytib keldim. O'sha sizga boya aytganimdek, efirda olinayotgan shaxsiy sabablarga ko'ra majbur bo'ldim shu narsada.
qolishlikka, ketolmaslikka endi xudo xolasa oz qoldi bu narsalar. Shundan keyin ketish maqsadiman, lekin ketishdan oldin endi boshqa bir bu yerda narsalarni yo'lga qo'yib keyin ketish planim bor. Xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Inshaalloh. Farzandingiz bari yoningizda katta bo'lishi baribir. Menimcha boshqacha bo'lsa kerak. Shunday. Hali uylanmaganman-ku. Farzandsizman lekin. Boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'lsa kerak. Yoningizda bo'lsa boshqacha bo'ladi. Chunki atrofdagilar ko'pchilik gapiradi-da, haligi nima deydi? Bir kun yotib turib, ertangi kun tursang, o'sha qanaqadir katta bo'lib qolganga o'xshaydi deyshadi-yu endi. Shunaqa. Shunaqa ekan. Shunaqa bo'lsa kerak, to'g'ri. Men ham bir oy 20 kun atrofida yonda bo'lganman. Lekin tashvishi ham bor. Uxlamaysiz kechasi. 3-4 marta uyg'onishdagi shirin tashvish deydi. To'g'ri. Shirin tashvish. Ashu aka, maqomingiz o'zgarganiga qanaqadir afsus bormi? Ichingizdan qanaqadir? Bor. Misol uchun o'zingiz ashu paytga yana qaytib qolsangiz, o'zingizga o'z nima maslahat berardingiz? O'qishda maslahat berardim. Dangasalikni yig'ishtirishdi. Oxirini ko'rishlikda. Bitta shu oxirini ko'rishlik to'g'risida bizda bitta ingliz tili o'rgangan paytimizda, litseyda o'qib yurgan paytimizda bir domlamiz aytgan edi. Birinchi bir savol bilan boshlaganida, vaqt orqaga qaytasa bo'ladimi deb. Hammadan fikrini bilgan hech kim vaqt orqaga qaytasa bo'lmaydi degan. Kelinglar dedi, kengroq mulohaza qilamiz deganda, shunda tasavvur qilinglar, biz u paytda 1-avgust imtihonlariga tayinlangan paytimizda 1-avgust imtihoni o'tdi, hozir 10-avgust. Mandatda olib turibsizlar, sizlarda isminglar nimadan turibdi, chiziqdan pastda turibdi. Nimani his qilarding? 11 ta odamdan so'rab chiqdi. Nimani his qilarding? Qanday narsani his qilardim? To'liq kir shu voqelikka. Kir, mana shu narsani his qilardim. Nimaga afsuslanarding? O'tkazgan vaqtimga afsuslanardim. Qilmagan harakatimga afsuslanardim. Endi mana senga hozir mana fevraldamiz. Mana senga 6 oyga vaqt orqaga qaytardim. Endi harakatingni qil dedi. Xuddi shunga o'xshagan holat orqaga qaytganda agar aynan shu domlamsiz bo'lib hozir shu savolni berayotgan bo'lganingizda balki vaqt orqaga qaytgan bo'lganda men o'zimga o'zim o'qishlikda har qanday ishni yig'ishtirib oldin maqomimni bir tarafga o'zgartirib olishlikda harakatini qilgan bo'lardim. Demak, hozirgi holatda agar shunday maqsadda turgan odamlar bo'lsa, ko'pchilik o'ylaydi, Koreyani nimasi diplom O'zbekistonga o'tmaydi, bo'lmaydi. O'qib bari nima bo'ladi? Befoyda baribir deydi. Lekin asosiysi ilm. Diplomsiz ham harakat qilishlikda katta yordam beradigan narsa ilm, o'rganishlik kerak. Maqsad bo'lishi kerak. Agar ilmini olmagan taqdirda ham keyingi vizalarga o'tish imkoniyatlari, bu yerda biznes vizalarga o'tish imkoniyatlari juda ko'p. To'g'ri. Shu sabab uchun ham ushlab qolishlik kerak. Shu sabab uchun ham orqaga qaytmaslik kerak. Bu nelegalga chiqmaslik kerak. Agar kimdir shu vaziyatda o'ylanib turgan bo'lsa, u qolishligi yaxshiroq. Chunki pul topishlik doim bo'laveradi. Rizqimiz albatta tirayotganimiz kelaveradi. To'g'ri. Rizqimiz kelaveradi. Shu sabab rizqimiz Allohdan. Shunday. Shuning sabab ishda emas, o'qishni birinchi o'ringa qo'ygan ma'qulroq. Koreyada maqomingiz o'zgargandan keyin yurib har xil vaziyatlar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Bir xilgi payt nima deydi? Kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, bir xil payt kayfiyatingiz yomon bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi. Ishda kimdir sekka deb so'korishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Hammada bo'ladi-ku, to'g'rimi? Kimdir stress beradi. Uyga borib o'zingiz bir yolg'iz turganingizda, boshqa bo'lganida haligi ko'zingiz yoshga kelgan paytlar yoki bo'lmasa Koreyaga kelib yig'lagan paytlaringiz bo'lgan? Koreyaga kelib bunday holat boshida kelganda kuzatilgan. Kelgandan afsus qilganman. Birinchi kelgandan afsus qilganman. Bir oy 2 oy muddatgacha afsus qilganman. Даже kechasi uyqu bo'lmasdan qaytib ketishlik shunaqa holatlar bo'lgan. Nimaga afsus qilgansiz? Birinchi marta chet elga chiqishim bo'lgan. Bundan oldin hech qaysi davlatga yoki O'zbekistonga chiqmaganman. Bu menda armiyada bo'lganman. Uydan uzoqlashishik armiyada bo'lgan. Bundan keyin Koreya bo'ldi, xolos. Koreyadagi holat, odamlarni tushunmaslik, keyin har bitta odamni qilayotgan muomalasi boshida aytgandek, aynan rasizm deya olmayman. Shunga o'xshash munosabat odamlardan ko'rgandan keyin afsuslanish bo'lgan. Kerakli narsani biz bilmasdik, narsani qanday olishdi. Biz shu bilardik, yonimizga eng katta pul 50 ming won olardik. Zochka olgani kirsak ham 1000 won bo'lsa ham 50 ming won berardik. Даже bizda birinchi shunaqa holat bo'lgan-ki, kupang bor-ku. Shunday. Kupangdan zakaz qilsak kelarmikin?
deb kupanga ishonmaganmizda biz paytida. Haligi birinchi Onlayn kelganimizda magazinlar, onlayn shunday. magazin. Chunki 2015-yil kelgan bo'lsa, bizda unaqa narsa yo'q edi. Nonsens edi. Internetimiz to'g'ri ishlar edi, lekin unaqa onlayn shopping narsalar Hali bilmasdik. darajada bo'lmaganda. Biz birinchi kupanga kelib turib, esimda futbolkami nimadir zakaz qilganmiz. Hmm. Sheroz aka bilanmi yoki kimdir bilan zakaz qilganmiz, ishonmaganmizda kelishiga. Shunday. Shuning uchun atena eng Mashinastamikida. eng past, eng qimmatsiz narsani zakaz qilib ko'rganmiz. Uyimizni tayimizga tashlab ketganda. Endi to'g'ri kimdir menga hozir qarab turib, qishloq ekan deyishi mumkin. Boshqa narsa deyishi mumkin, lekin paytda Har rostdan qishloqdamiz deb qo'yamiz. to'g'ri, qishloqda tug'ilmaganman-u, lekin o'zi asl qishloqdanman-u, lekin nima demoqchiman, aytmoqchi bo'lganim nonsens bo'lganda bu narsa bizga ligi Tabiiy. вообще shingada bo'lgan, juda ham haligi ishonmagan. Bo'lmay eshik tagiga tashlab ketishligi. Pochta ofisiga emas, eshik tagiga tashlab Именно eshik tagiga. Keyin Shunday. eshik tagiga qo'yib ketsa, odamlar olib ketmaydi-ku. O'g'irlab ketmaydi. Men ham hayron qoldirgan shunday narsalar. Eshik tagida turaveradi. Endi bunday qarab turib haligi hayron ham qolasiz bir xil payt. Hozir ham maqomingiz yo'q, to'g'rimi? Nelegalsiz. Hozirgi jarayonda. Hozir shuni harakatidamiz. Demak, maqomingizni tiklashga harakat qilyapsiz hozir. Shunday. Buni imkoni bor. Hozirgi holat, holatimda, aynan meni holatimda o'zim qanday desam bo'ladi? Men kutayotgan bir yangilik bor. Hali bunga bir oy yoki bir oydan oshiqroq vaqt bor. Shu natijasiga qarab aniq javob berishim mumkin. Yo'q, bo'ladi yoki bo'lmaydi. Bu endi men bo'lishligidan ko'proq umid qilaman. Chunki xarajat qancha katta bo'lgan taqdirda ham men bu yerdan chiqib ketishligim, keyingi bo'ladigan planlarim shu yerga bog'liq bo'lganligi uchun shu narsa chiqib ketishim kerak. To'g'ri. Endi menimcha yaxshi bo'ladimi yo'q? Inshaalloh. Imkoni bor. Imkonsiz narsani o'zi yo'q bo'lsa kerak menimcha. Shunday umidsizlik tushish yo'q, unaqa narsa yo'q. Sababini qilamiz, harakat qilamiz. Nomi shayton. Shunday. Shunaqa. To'g'ri aka. Qarang aka, siz ham student bo'lib kelgansiz Koreyaga. Aytyapsiz, baribir o'qigansiz, tugatgansiz, to'g'rimi? Shunday. Tugatgansiz, imtihonlarni даже topshirgansiz, davlat imtihonlaridan o'tib, tezis yozayotgan paytingizda, to есть nomini yozayotgan paytingizda research paper deyshadi-ku. Research paper shunday. Research paper yozayotgan paytingizda vizangiz tugab qolib, muqimingizda shu nima Nilgaga chiqib ketgansiz. Maqomingiz yo'q bo'lib qolgan. Hozir endi Koreyaga kelayotgan odamlar juda ham ko'p. Menimcha hozir yana 2-3 yil ichida yanada ko'payib ketishi mumkin yoki bo'lmasam kamayib ketishi mumkin. Hozir yangi kelayotgan studentlarga birinchi o'rinda nima maslahat berardingiz? To'g'ri aytdingiz, ishga qiziqmanglar, ishga chiqib ketmanglar dedingiz, lekin undan tashqari yana birorta beradigan maslahatlaringiz bormi? Aytmoqchi bo'lgan gaplarim juda ko'pini ertaroq aytdim. Shoshilib qo'ydim bu narsada, lekin hammasini buni jamlaydigan bo'lsak, asosan o'zi nima xohlayotganligini birinchi navbatda o'zlari tushunib yetishligini nima qilgan bo'lardim, maqsad qilgan bo'lardim. Agar ularda maqsadi pul topishlik bo'lsa, student vizasi bilan emas, ishchi vizasi bilan kelishlikni maslahat bergan bo'lardim. Agar maqsad pul bo'lsa. Maqsad pul bo'ladigan bo'lsa, ishchi vizasi bilan. Chunki juda ko'pchilik bilmaydi, ishchi vizasi qiyinroq deb o'ylaydi. Aslida ishchi vizasi osonroq. O'qish vizasidan ko'ra ishchi vizasi osonroq, lekin jarayoni uzoqroq. Jarayoni uzoq, lekin kelish kafolatlanadi, ish bemalol bo'ladi. Pul topishda yaxshi bo'ladi. Maqsad bitta fokus ishga bo'ladi. Lekin o'qish bilan kelib turib ishga o'tib ketishligi bu keyinchalik o'ziga ham ziyon bo'ladi. Keyinchalik ko'p pul topishligi mumkin, boya aytib o'tdik. 10 yil pul to'plashligi mumkin, lekin o'sha ilm yo'qligi sabab yoki qanday xarajat qilishlikda, qanday biznes yuritishni bilmaganligi sabab ham ba'zida bir yilda yo'qotib qo'yadi shu narsani. Agar maqsad ish qilishlik bo'ladigan bo'lsa, ishchi viza bilan kelishlikda maslahat beraman. O'qish bilan kelayotganlar asosiy maqsadini o'zlari bilib olishlik kerak. Ularni nima qiziqtiradi? Ixtiro qiziqtiradimi yoki tarjimonlik qiziqtiradimi yoki bo'lmasam bizni universitetimizda asosiy fakultetlardan bo'lgan aerospace engineering bor. Dunyoda mingtalikda ham bu fakultet bo'yicha ancha yuqori nima Koreyachada ham juda yuqori darajada turadi. Balkim shu narsaga qiziqar. Balkim o'sha o'rganib turib bizda ham balkim spaceshiplarimiz bo'lar. Shularga asosan urg'u berilsa, shunday harakat qilinsaki, budjet asosida ham kelishi ehtimoli juda katta. Agar xohish yuqori bo'ladigan bo'lsa. Men shu o'zlarining xohishlarini birinchi navbatda
aniqlab olishlarini, shunga qarab harakat qilishlarini. Agar ish bo'ladigan bo'lsa, ishchi viza bilan harakat qilishlarini. Agar o'qishni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'qish bilan kelishlarini maslahat beraman. Shu savolga endi, shu javobga endi savol bo'lib qolishi mumkin bizni yurtdoshlarimiz ichida. Agar student bo'lib kelsam, o'zimni kuchim bilan kontraktim to'lalamanmi, o'zimni qornimni o'zim boqalamanmi degan savollarga ko'proq e'tibor berish, fokus berishsa kerak-ku. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa, ukalar, akalar imkoni bor. Lekin o'ta ishga berib ketmanglar demoqchi Fathriddin aka, to'g'rimi? Shunday. Ish masalasida ham shunday. Me'yor ushlagan yaxshi. O'zi har narsada ham oltin me'yor degan narsa bor, oltin o'rtalik. Shuni ushlagan menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. O'qish bilan ishni bir xil teng olib ketish qiyin. Vaqti kelganda ishdan ketish kerak, vaqti kelganda umuman hamma narsani to'xtatib qo'yib turib o'qishni davom ettirish kerak. Shunday. Agar shunday qila oladigan odam bo'lsa, eplaydi. Ota-onasiga qiyinchiligi tushmaydi. Endi ortiqcha ko'p pul topaman, ko'proq pul jo'nataman deydigan odamlarni birinchi yutkazishligi shu yer bo'ladi. Shu yerdan yutkazadi. Tushunarli ekan. O'zingiz qilgan xatolarda bor, to'g'rimi? Ulardan saboq olgansiz. Shu saboqlar bo'lgan bo'lishi mumkin, qanaqadir opit bo'lgan bo'lishi mumkin. Siz qilgan xatolar qaysi birini biz kelayotgan shu studentlar qilmasa yaxshi bo'lardi deb o'ylaysiz? Men qilgan xatolardan vaqt qadriga yetish. Vaqt qadriga yetishlik kerak. Vaqtni masalan hamma aytish mumkin, vaqt qadriga yetaman deyish mumkin. Vaqt qadriga yetishlik u vaqtdan unumli foydalanishlik. Hammaga 24 soat bir xil beriladi. Bir xil beriladi. Shunday beriladi. Undan unumli foydalanishlik. Unumli foydalanishda bo'lsa tartib. Katta muhimga e'tibor. Tartib juda katta. Menda o'zimda shunday holat bo'lganki, o'qib yurgan paytimda o'qishligim kerak. Bugun zo'r o'qiyman. Masalan, chiqib turib 50 bet bugun kitob o'qiyman. 2 soat tezis yozsam yoki nima conversation qilaman, kimlardir gaplashaman. Inglizcha muloqot olib boraman. Bir kunda qilaman. O'zimga nagruzka berib qilaman, ertasi kuni ujra dam. Ertasi kuni keyin bir yo'li dam. Bir oy shunday dam ketadi. Consistency yo'q, doimiylik yo'q. Oz-ozdan tartib bilan ushlab turib, shuni harakat qilishligini, vaqtdan unumli foydalanish bu o'sha vaqtni zoya ketkazmaslikka sabab bo'ladi. Shu narsani tartiblashtirishga maslahat beraman. Shunchaki gap bilan bo'lmaydi bu. Tartiblashtirish men o'zimda boshida shunday harakat bo'lgan 15 minut o'zimga sekundamer qo'yib olganman. 15 minut sekundamer qo'yib olib, bu kitob o'qishlikka, kitobxonlikka kirishlikka harakat qilganman. Bir oy ichida o'zingizdan tabiiy chiqib turib o'qishlikka qiziqish paydo bo'ladi. Xuddi shu narsani maslahat bergan bo'lar edim. Tartibli, vaqtdan unumli foydalanishlikda. Shu narsa hamma narsaga, даже ishlashga ham tartib ajratsa bo'ladi, vaqt ajratsa bo'ladi. Ish vaqtini bir o'qishda ozroq bo'lgan kunlarida tilni yaxshi bilishligi ko'proq talab qilinadi. Yaxshi tilni biladigan bo'lsa, har qanday holatda eplanib ketadi. Mana eshitdim, hali siz aytdingiz-ku, qovun tarvuzga chiqib juda ham ko'p pul topganman dedingiz-ku, lekin dalil ishlariga chiqib 70 ming 80 mingdan chiqayotgan даже talabalar bor. Shunday deb Instagramda ko'rdim. Endi u qancha to'g'ri noto'g'riligini bilmadim. Bitta bloger yurtdoshimiz shu masalani olib chiqibdi. Juda ham to'g'ri gapirdi. Unamanglar unaqa ishga, uni ishlab yurmanglar. 70 ming 80 ming berishadi. Kimdir balkim o'zidan pul yetgandir, boshqa qilayotgandir, bilmadim. Aynan shu og'riqli tema aytishlik kerak bo'lgan, chunki o'zingizni yurtdoshlaringiz sizga to'layotgan koreys to'layotgan puldan sizdan do'la olishligi. Ustidan yeyishligi. Misol uchun 120 mingga ishga chiqadi, 10 ming maniki, 110 ming unga beraman. Shunaqa bo'ladimi? Shunday bo'ladi, lekin siz bilmaysiz buni. Men bilmayman. Koreys bilan munosabati to'g'ridan to'g'ri munosabat qilishingizga yo'l qo'ymaydi. Koreys nomerini bermaydi, o'zi o'rtada turadi. Posrednik bo'ladi. Shunday bo'ladi. Даже o'rtakash. U lekin sizga posrednikligini aytmaydi ham. Uka bitta shunday bo'lyapti. Narx shunday bo'lyapti. 110 ming beraman. Lekin beriladi deysiz. Ochiq aytadiganlar ham bor. Siz men bilan dogovor qilasiz, mehnatingizni men sotib olaman, sizga moncha pul qanchadan ishlaysiz deydigan ochiq aytadiganlar ham bor, lekin ochiq aytmaydiganlar ko'proq. Hali og'riqli tarafi shuki, o'zingizniki. O'zingizniki, o'zbek, o'zingizni mehnatingiz, o'zingizni ishlatayotganingizni ko'rib turib, даже unaqa odamlar ko'p ishlamaydi ham, uyda o'tiradi. To'g'ri. Telefonda hal qiladi. Bolalar ishga chiqayotgan bolalarda asosiy qismi til bilmaydigan bolalar bo'ladi. Ular til bilmaganligi sabab ish topishda qiynalishadi.
qiynalganligi sabab majbur bo'ladi shu narsalarga chiqishlikka. Shunday bilishadi, pul yeyotgan yo boshqa narsa holat bo'layotganini bilishadi, lekin majbur hop deyishadi, ilojiga chiqishadi. Chunki baribir kun o'tkazishlik kerak, ba'zi birorlar kontraktlar bor, kontraktlar to'lashlik kerak. Shu holatlar sabab bo'ladi. To'g'ri, endi juda suhbat yaxshi bo'lyapti. Savolimiz ham oxiriga yetib boryapti, lekin misol uchun biz ham bu podkastga oz bo'ladimi, kam bo'ladimi e'tibor berib, qanaqadir tayyorgarlik qilishga harakat qildik. Juda ham ko'p o'yladik, qanaqa savollar bersak bo'ladi, chunki bu maqomni yo'qotish nozik temalardan bittasi deb o'ylayman. Chunki kimdir majburiy chiqib ketadi, kimdir yana qanaqadir sabab bo'lib qoladi chiqib ketishga. Misol uchun xohlasa bu yerda yurgan hamma shu biz yurtdoshlarimiz kerak bo'lsa legalni yashagisi keladi-da. Kimdir больницаga borgisi keladi, arzonroq insurans qilib turib yuragini yoki bo'lmasa oyog'ini yoki bo'lmasa biror joyini davolashgisi keladi. Siz ham o'zga yarasha tayyorgarlik qilib kelgandirsiz biz podkastimizga. Shu podkastga chiqsam albatta shu narsani aytib o'tib ketaman degan narsalaringiz bormi? Agar orada birorta shu razgovorimiz ichida birortaligi fikrlaringiz agar kesib olgan bo'lsam, mabodo agar bo'lsa. Yo'q, deyarli hamma narsani aytib o'tdim deb o'ylayman. Endi asosiy bizni urg'u berayotgan narsamiz shu nelegallik hayoti bo'lganligi uchun shu narsani ko'proq yoritishlik haqida o'ylandim. Qaysi taraflarni yoritish kerak, masalan, ancha muddatdan beri yurganlar qanday holatda bo'ladi yoki yangi kelib turib nelegalga ketganlar qanday holatda bo'ladi yoki meni holatimda 5 yilgacha qonuniy yashab turib majbur bo'lib qolib chiqib ketgan odamlar qanday holatda bo'ladi. Bularda hammasini asosiy yoritib berishga harakat qildim. Boshqa temalarda to'g'risi asli gaplashsa gap ko'p, bilasiz o'zingiz. Koreya holatida asosan hozir aytib o'tganimiz birinchisi o'sha o'zbeklarda ishlatib turib qilayotgan holatlari. Shu gapni aytib ketish biz asli planda bor edi, chunki har qanday holatda ham biladimi, bilmaydimi o'zbek ustidan pul yegan baribir vijdonan o'ylab qarasa bu to'g'ri narsa emas. To'g'ri deb bilmayman bu narsani. Endi kimlardir balkim o'ziga qaysidir yo'llar bilan to'g'ri deb bilib olgandir yoki bu til bilmaganligi uchun men tarjimonligim sifatida pul olyapman deyotgan bo'lishi mumkin. Har xil holat bu. Endi bu hammani o'zining vijdoniga havola. Lekin men aziz yurtdoshlar juda ham xohlardim. Bizda hozir ayniqsa Seul taraflarda, Kyonggi-do taraflarda juda ham bilimli, haligi tillarda biladigan zo'r ukalar, akalar juda ham ko'p. Kimdir katta kompaniyalarda direktor bo'lib ishlaydi, kimdir katta kompaniyalarda yetakchi menejerlar bo'lib ishlaydi. Unaqa yurtdoshlarimiz ham hozir ham juda ham ko'p. Bir xilga payt juda ham faxrlanamiz O'zbekistondaligimizda, chunki ular yetishgan darajaga ko'pchilik yetisha olmaydi. Va ular biror joyga chiqib intervyu berishadimi, boshqa qilishadimi, qanaqadir faxrlanamiz. Aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik Koreyaga kelib qora ish ishlaydi, boshqa qiladi, lekin biz maqtansak bo'ladigan akalar ham juda ham ko'p, ukalarimiz ham juda ham ko'p. Shunga Koreyaga kelayotganlaringda Fatin aka aytganlaridek o'zlariga maqsad qo'yib, agar ishga kelmoqchi bo'lsalaring, rostdan ham ishchi vizasi bilan kelib, agar student bo'lmoqchilaring kelib ishlanglar, lekin pulga qiziqib ketmanglar. Shunday. Imkon boricha o'qinglar, ham ishlanglar, oltin me'yorda narushas qilmanglar demoqchi bo'lyapsiz. Shunga yaxshiroq. Bo'ldi aka, bu gap juda ham oltinli gap bo'ldi. Rahmat sizga ham bu gaplar gapirganingizga. Aka, endi hozir sizni yangi orzularingiz va maqsadlaringiz qanaqa? Shu maqomga qaytgandan keyin asosiy maqsadim bu yerda biznes boshlash, biznesni boshlab bu yerda yo'lga qo'yib O'zbekiston bilan davom ettirishlik. Hozirgi kungacha o'ylab qo'ygan bir ikkita planlarim bor. Inshaalloh birinchi asosiy bo'lishi kerak bo'lgan natija shu maqomga qaytishlik. Maqomga qaytgandan keyin bu narsalarda aslida bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Koreyada o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Bizneslar O'zbekistonda yo'lga qo'yishlik kerak bo'lgan, Koreyada ancha yurib qolgan bizneslar bor. Ularni O'zbekistonga ko'chirishlik, to'g'ri tartibda ko'chirishlik bu yaxshi daromad topishga yo'lini beradi. Allohga shukr, O'zbekistonda bakalavr diplom bor. Inshaalloh ikkita tilda qanchadir miqdorda gaplasha olamiz. Bulardan foydalanib turib qandaydir biznesda yo'lga qo'yishlik, Koreya bilan aloqani yo'lga qo'yishlik nisbatan osonroq bo'lsa kerak. Xudo xolasa
Shunday planlarim bor. Inshaalloh kelajakda oshxona sohasida ham qiziqib turibman hozirgi holatda. Bunga ham bir yetarlicha asoslarim bor, sabablarim bor. O'zim ukam shu yerda, xuddi shu sohada anchadan beri O'zbekistonda ishlagan, Turkiyada ishlab kelgan. Endi bu yerda davom etyapti. Shu narsani agar u oxiriga yetsa, men aytgan natijalar beradigan bo'lsa, shuni ham yo'lga qo'yish imkoniyatim bor. Xudo xolasa. Juda a'lo, juda go'zal. Shunday. Oxirgi savolimiz aka, bu savolni podkastimiz har bitta menimcha mehmonga berib chiqsa kerak. Biz podkastimiz biz studiyamizga keladigan. Siz uchun baxt nima? To'g'risi, bu savol borasida o'ylandim. Baxt o'zi nima degan narsa bu savolda o'ylanib turib. Baxt aslida nisbiy narsa. Meni tushuncham bo'yicha bu nisbiy tushuncha. Baxt hamma inson uchun har xil ko'rinishda. Sog'lig'ini yo'qotgan odam uchun sog'liq baxt. Qanaqadir moddiy narsaga ehtiyoji bor odam uchun pul baxt. Bir kam dunyo. Shunday. Baxtni men tushunishim shundayki, hammada har xil vaziyatga kelib chiqib turib baxt shunday bo'ladi. Bunga ikki taraflama javob berishligim mumkin. O'sha dunyoviy, diniy javob berishlik mumkin. Diniy taraflama baxt bu erkak kishini baxti 3 ta narsada: keng hovli, foydali markab, solih ayol deydi. Dunyoviy taraflama bo'lsa aytganimdek nisbiy, to'liq baxt tushunchasi aslida yo'q deyshadi. Chunki sog'liq buning uchun baxt bo'lgan insonga sog'liqqa erishgandan keyin u baxt oddiy holat bo'lib qoladi. Oddiy holat bo'lib qoladi. Bu masalan meni hozirgi kundagi holatim men uchun baxt shu oilam oldida bo'lishlik, ota-onam oldida yashashlik. Shunday men uchun baxt. Baxt shunday, men tushuncham bo'yicha bu nisbiy narsa, holatga qarab o'zgarib turadi. To'g'ri, menimcha hammaga shu narsa baxt bo'lsa kerak, ota-onasining yonida, ota-onasining xizmatini qilib, oilasining yonida bo'lib. Aslida men uchun hozirgi kundagi shu narsa baxt. Lekin kelishligimdan oldin ochiq aytaman, hamma kabi fikrlaganman. Asosiy maqsadim pul topish bo'lgan. Katta hovli, ko'p pul, eng so'nggi rusumdagi mashina men uchun eng zo'r narsa. Baxt deb tuyulgan, lekin hozir unday emas. Hozirgi kunda nisbiy tushuncha o'zgargan. Azizlar, sizlar bilan bir choy emas, 1 kilo choy. Hali nomi yangiligiga o'zim ham yodlab olganim yo'q. 1 kilo choy podkasti bo'ldi va bugungi bizning mehmonimiz Fathriddin aka bo'ldilar. Koreyada ishlash, qancha pul topish, legal bo'lib turib nelegalga chiqib ketish, qanaqa bo'lish va har xil o'zida hayotlarida bo'lgan voqealarni gapirib berdilar. Sizga katta rahmat. Sizlarga rahmat, taklif tayyorgarlik qilib kelganingiz uchun. O'ylaymiz 1 kilo choy podkastimiz. Choyda birinchi grammlar uchun rahmat. Shu endi 1 kilo choy podkastimiz xudo xohlasa ko'pchilik chiqadi. Koreyada, nafaqat Koreyada, balkim O'zbekistonda, balkim boshqa davlatlarda ham o'z faoliyatini olib borayotgan o'zbek yurtdoshlarni olib chiqib, nima deydi, ulardan suhbat olish biz uchun baxt va orzu. Shuning uchun katta rahmat aka. Vaqtingizni manfaatli bo'lsin. Agar kimdir ko'rib bu narsadan, bizning suhbatimizdan kimdir ta'sirlanib o'zi uchun qandaydir manfaatli bir narsa olgan bo'lsa, asosiy yutuqimiz shu deb o'ylayman. Rahmatga ham taklif uchun rahmat. Rahmat. Sizlar bilan 1 kilo choy podkasti bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.